Andan keyin üçüncü türü, yani şu yaxşı başqalarga qanday qarash, qanday oy fikrda bo'lishning üçüncüsü inson o'ziga nisbatan qanday oy fikrda bo'lish masalasi. Biz bu oyatda dedik, Allohga yaxshi qarashda, yaxshi oy fikrda bo'lamiz dedik. Ya'ni biz Allohning bandasi, bizni Alloh mag'firat qiladi, biz tirishimiz, yaxshi amallarni qilamiz, Alloh bizni kechiradi dedik. Qirinishimizga nisbatan qirinishimizni yuz bergan har bir ishlarida, qirinishimiz degan har bir gap so'zlarida cho'qim yaxshi tarafini o'ylab qilg'iliq, yaxshi tarafini o'ylab deglik deb yaxshi tushunadigan bo'ldik. Hamda o'zimizga nisbatan yaxshi qaramdiq yoki tanqidiy nazar bilan qaramdiq degan bu nuqtaga kelgan vaqtida tabiinlarning bunday bir gapini akilishni to'g'ri topdim. Tabiinlarning birisi deydi, men 40 ga yaqin sahoba bilan uchrashdim deydi. Ularning hammasi o'zini munofiq deb o'ylaydi ekan deydi. Ya'ni mesele bu munafiq muamelet sahabe. Yok, Allah'ın büyüklüğü katta. Mesele intayin büyük. Belki akide intayin büyük. Akidenin talepleri intayin çok. Ama biz şu ehdileşip kirgen bu tohtam, imani tohtam. Biz tapşırılan şu Allah'ın talimatları. Bizden kıvatkan işlerimizden farklı yani. Allah'ın talimatı, dinin talimatı, bu akidenin talimatı bizden emniyetimizden farklı olğaçqa sahabeler bu yerdeki zor fark yüzünden ben Allah'a ahd vergen bir adam. Allah'ın ahdisi kirgen adam, lekin joyida qilolmayapti. İmanning talebi moitdi, qilolmayapti. Men eg'izim bilan amaliyatim o'xshamay qoldim. Men munofiqman deydigan bir xil ifodada adam insan özünün müşte bir tenkit qilib turish kerak yani. Men buni qilatdim. Men degan eng nochisi emas. To'xtab tura. Asli menga tushgan vazifa nima edi? Mening ustimdagi vazifa nima edi? Men hozir qanchalik qila oldim? Ammo mening qilganim, mening asli ustimga tushgan vazifaning xililla farq bor ikkisining o'rtasida. Men bu vazifani joyida ijro qila olmadim. Men munofiq bo'lib qoldimmi? Hey, deydigan bir xil tuyg'u bilan yashagan sira insan taraqqiy qiladi, yukseladi. Chunki u o'zliksiz tirishidi, mushu tuyg'uning turtkisida. Amaliyotda inson o'zining qanchalik xotirjam bo'lgansa, biz degan qilyaptik, biz degan manda ishlarni qilyapgan yoki bizning qilayotganimiz ajoyib bir ish degandek xotirjam bo'lgan sira Allohning e'tiboridan tushidi u. Demak, qarindoshlar, bugungi suhbatimizning mazmunini bir xulosalasaq masalan, biz bayatında dedik, başqalarga nisbatan yaxshi o'y fikrda bo'lish üçga bo'lgan bo'ldik. Birisi Alloh subhanahu va taologa nisbatan yaxshi gumanda, yaxshi o'y fikrda bo'lish. Bizning mu'min qarindoshlarimizga nisbatan yaxshi o'y fikrda, yaxshi gumanda bo'lish. Andiki o'zimizga nisbatan yaxshi o'yli bo'lib qolmaslik. Asla va asla. Bu o'zimizdan mag'rurlanishqa, o'zimizdan da taajjublanishqa boradigan bir ahvol. Bu 3 turga bölgen bulduk İsa'da. Yani Peygamber aleyhissalatu vesselam bir hadisi kuddusida. Ebu Hureyre'den kelgan muttafaqun alayhi hadis. Mushu yaxshi o'y fikrga buluşqa munosabatlik taraf bo'lg'achqa akilyapman bu hadisni. Muttafaqun alayhi hadis. Alloh subhanahu va taolo mushu hadisni nima deydi? Ana inda zanna abdi bi. Men bandamning manga ko'z qarshidagidekman deydi Alloh subhanahu va taolo. Bandam manga qanday qarasa, men shunda. Yani demek çoğunu bir yerde. Bendenin Allah subhanahu ve taalaga bo'lgan qarishi asosiy o'rinda. Tabii ki başqa yaxshi ko'rmagan yaxshi ko'rib bo'lmaydi. Masalan, falan yaxshi ko'ramsiz desa, masalan bir misol olsam mendan. Voy, meni yaxshi ko'rma. Shunga o'xshaganlarga benda o'zini Allah subhanahu ve taalaga nisbatan ubudiyet mecburiyeti va bandachilik mecburiyeti va banda deb qarab Allah subhanahu ve taolaning talimatlarini joyida ijro qilsa, buyruqlarni joyida ijro qilsa, halol haromdan qashda tursa, Allah subhanahu ve taolo u bandaga shu ko'zdan qaraydi. Ammo banda, men bu dunyo degan shu deb dinsizlarcha, men dunyoda boshqa ishni tunimayman. Dunyoda insonman, yaratildim, tug'ildim, o'laman, tugayman desa, Allah uni shu paytda tashlab o'tadi. Demak, banda qanday bo'lsa, Alloh u bandaga shunday muomala qiladi.